uylar narxini qo'yayotganda ham to'g'ri belgilasanglar, ketadigan narxga qo'ysanglar, lekin tortishdek zo'r. 5000 dollar kamiga beryaptilar. 9 kun oldin qo'ygandik, aynan shu joyimizda, Yangiyo'l shahrimizda, ya'ni Sobrahimovda joylashgan Kalsovoyning yonidagi ko'cha. Qaranglar. Lekin nerealni aynan endi biz aytgan narxga qo'yamiz. Videoga bitta like bosib, srochniy o'rtalarga tashlab qo'yamiz. Qaranglar, joyni, darvozaxonani kattaligini qaranglar. Bemalol ikkitalab mashina, 4 ta mashina sig'ib ketadigan joy. Xo'p, sizlarni birinchi xona bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi xonamiz, ko'rasizlar. Xo'p. Shunday yo'lga qaragan ikkita derazalari bor. Aboylar qilib qo'yilgan, patologlar. Shunda kirib kelamiz, spalni. Spalni ham ko'rishlar mumkin, kamellar qilingan. Patologlar ham zo'r. Xo'p, eshiklariga boshqa gap bo'lishi mumkin emas. 100 ming dollarga qo'yilgan uy, 9 kun oldin qo'yganmiz. O'zi yaxshi narxga qo'yganmiz, lekin egalar bilan talashib tortishib, biz aytgan narxga ko'ndirmoqchi edik, lekin ko'nmagandilar. Ana endi xudo xolasa pul zarl ekan, oladigan joylari bor ekan. Berishli joylari bor ekan, to'g'rirog'i mana qaranglar, zal bu. Zal ham zo'r. Derazalar, yorug'lik zo'r. Bu yoqda mana detskiy qilib ishlatishar ekan. Xo'p, kirib kelamiz. Bu yoq mana yana bitta spalni. Ko'rishingiz mumkin, spalni. Lekin narxi nerealniy bo'ladi. Videoga like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Bu uyni ko'rganlar bor. 100 ming dollarga qo'yganmiz, lekin hozir necha pul qo'yamiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib turing. Bu yoqda mana xo'p, podval. Xo'p, bu yoqda mana kuxna. Mana kuxnamiz. Xo'p, bu yoqda mana o'tiradigan joyimiz. Mana kuxnadan chiqib, hammasi xudo xolasa. Bu yoqda banya, nari yoqda xo'p, hojatxona. Mana ko'rasizlar. Mana banyalari ham. Xullas, lokatsiya ham zo'r. Bu yoq mana hojatxona. Srochniga faqat bo'lishi narxi 90 ming dollarga qo'ndirib qo'ydik. Arzon birov uy joyga podpiska bosmagan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Bunaqa joylarni bor, hozir sotib yuboramiz, xudo xolasa. Qani ko'ramiz, necha minutda sotilar ekan? 90 ming dollarga qo'yamiz. Darvozalar ham zo'r. Srochniga siz aynan bosib oling. Siz bosmasangiz, boshqasi bosib oladi. Videolarni borib, qarindoshlar gruppalarga tashlab qo'ysanglar,